Ulug'bek Honda Porter yaxshisidan, yili yangirog'idan, arzonroq, zo'rdan deganlar uchun mana obunachi mashinalar zudlik bilan sotiladi. 2014-yil hamma xohlagan yildan motori Starex. Hozirda metanda propan qo'ysangiz yuradi. Hamma yog'ini ko'rdi. Mashina o'ta butun. Kosmetik petno kraskalar bor ekan. Mana bu yerda ozgina u yoqda kraskasi bor ekan, lekin mashina chok edi. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. O'zlari qarab haydagan ekanlar, hatto mana shu $200 nikellarni olib keltirib o'zlari yopishtirganlar. Ko'pchilik mendan so'raydi, bu sotuvda bo'lsa ham $200 kam emas. Mana boshqa to'liq qarab haydalgan. Mana hozirda motor ishlab turibdi. O'ta jim, soatda ishlayapti. Bu tomoni petno kraska bo'lishi mumkin, mana bu yer bo'lishi mumkin o'shanda ham. Shunaqa zo'r turibdi mashina. Mana shuni olishinglar kerak. Puli ham qimmat emas. Balonlar Habilet 75% atrofida oldi. Orqa bortlari yaxshi. Kraska qilmasa ham bo'ladi. Endi bitta ustida bitta siptirib yuborsangiz yaxshi bo'ladi. Nuqtachalar bor. Yo'q, bu tomon 80 tempermentdan 50%, 60% orqa 13 balonda mana motor ishlayapti. Mana ishlashini qarang motorni. 1 gram tutun yo'q. Ichini qarang, umuman mo'y yo'q. Mana buni motor ideal motor, mana shunday ishlaydi, bilib olinglar. Param yo'q hatto, gap yo'q. Orqalari bo'lyapti zo'r holatda. Chortoqning mashinasi, o'zlari shaxsiy ehtiyojiga ishlatganlar mashinani. Olasiz, haydaysiz. Bo'rtib ko'ryapsiz, nuqta-nuqta bo'lib ketgan, bitta sip borsangiz yaxshi bo'ladi. Или shunday haydaverasiz. Bu tomonda 100 talik temir metan, nikel, polni komplektatsiyada, tomonda bagajlargacha bor. Va asosiysi mashina eng superdan. Kashtanovый bo'ladi, plus multi rul, 226 ming yurgan, Bluetooth magnitofon, bokovой sidi, sideniya sidi, rul ham sidi. AUX, USB, hamma narsasi 6 talik korobka, mana bunaqa nakitkalar solingan, bu yerda nakitka solingan, mana bu yerlar radnoy turibdi. Mashina zo'r ekan akalar. Shuni olib haydashingiz kerak, mutaxassis sifatida shu mashina sizga maslahat beraman. Mendan so'raysiz, men asosan 100% yangi 2022-24lar. Arzonroq deganlar uchun mana bosili gazini 2014 Starex motor butun mashina 14,5 ming ozmoz kam bor. Faqat naqdga sotiladi, variant kredit vipga yo'q. Pul zarurligi uchungina sotilyapti. Qishda haydalmagan, sababi o'zini boshqa yana yuk mashinalar bor ekan, shuni haydar ekanlar. Telefon qilaverasizlar, o'zingizga kelib yana baraka qilib, baraka ustida tekshirib olishinglar mumkin. O'rtoqlar, shunaqa sotiladigan mashinangiz bo'lsa menga jo'nating, xudo xolasa oson va tez sotamiz. Videoga like bosib, shunaqa mashina izlab yurgan tanishlarga ulashib va yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Алатау көктері етегіңді шыр шалар бетте көріп деді қалмау қажет